15 yil. Roppa rosa 15 yil davomida mening qulog'imga biron marta uning mayin nafasi chalinmagan edi. Men faqat bo'rilarning ulishini va shamolning dahshatli shovqinini eshitib yashardim. Ammo qahraton qish kechasi muzlagan loy ustida qonga belanib yotgan, egnida qimmatbaho ipak ko'ylagi bor bu go'zal ayolni qo'llarimga olganimda toshga aylangan yuragim qinidan chiqqudek urib ketdi. U o'lim yoqasida edi. Uning orqasidan esa shafqatsiz qotillar qon iskab kelayotgandi. Assalomu alaykum, tabiatning yozilmagan qonunlari va inson qalbining eng yashirin, eng vahshiy sirlariga qiziqadigan azizlarim. Farrosh hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizni sivilizatsiyadan yuzlab kilometr uzoqlikdagi qalin o'rmonning qoq o'rtasiga olib boraman. U yerda faqat kuchlilar yashab qoladi. Qulayroq joylashib oling. Bu shunchaki hikoya emas. Bu o'lim, qon, xavf va 15 yillik sukunatni buzgan olovli ehtiros haqidagi qonni qaynaydigan doston. Biz boshladik. Mening ismim Qodir. Men 47 yoshdaman. Men bu qalin, inson qadami yetmaydigan tog' o'rmonlarida, kichkina yog'och kulbada yashayman. Bu yerga kelganimga roppa rosa 15 yil bo'ldi. 15 yil oldin men ham shaharda yashardim. Mening ham go'zal xotinim, shirin qizcham bor edi. Lekin bitta mudhish, qonli avariya mening butun dunyomni, butun oilamni mendan yulib oldi. O'sha kuni mening qalbim, mening insonligim o'z oilam bilan qo'shilib tuproqqa ko'mildi. Men shahardagi yolg'onlardan, odamlarning soxta yuzidan va o'zimning chidab bo'lmas xotiralarimdan qochib, shu yovvoyi o'rmonga singib ketdim. Men inson qiyofasini yo'qotgan edim. Qalin, oq oralagan soqolim ko'kragimga tushgan. Yuzimni shamol va sovuq qaqratib yuborgan. Men xuddi shu o'rmondagi ayiqlar, bo'rilar kabi faqat tabiat qonunlariga bo'ysunadigan yolg'iz yirtqichga aylangan edim. Mening yagona hamrohim Qoplon ismli bo'ri bilan itning chatishtirlishidan tug'ilgan ulkan, qop-qora maxluq edi. U hech qachon hurmasdi, faqatgina o'lim xavfi tug'ilganda past ovozda irillardi. Kuzning eng so'nggi izg'irinli kunlari edi. Havo shunchalik sovuq ediki, nafas olganda og'izdan oq bug' chiqardi. Hali zamon qattiq qor bo'roni boshlanishi aniq edi. Men kulbada issiq pechka yonida o'tin yorib o'tirardim. Shu payt eshik tagida yotgan qoplon kutilmaganda boshini ko'tardi. Uning quloqlari ding bo'lib, bo'ynidagi junlari tikkayib ketdi. Itning qornidan chiqqan, xonani titratadigan past xirillash sukunatni buzdi. Men bolta ushlagan qo'limni to'xtatdim. O'rmonda yashab mening sezgilarim ham hayvonniki kabi o'tkirlashib ketgandi. Bu ayiq emasdi. Ayiq kelganda qoplon darhol tishlarini ko'rsatib baland ovozda tashlanardi. Bu qandaydir begona, itga mutlaqo noma'lum bo'lgan hid yoki sharpali tovush edi. Men indamay o'rnimdan turdim. Devorda osig'liq turgan eski, lekin doim moylangan 2 lulali miltig'imni oldim. Qalin ayiq terisidan tikilgan postinimni kiyib, eshikning og'ir zulfunini tushirdim. Joyingda qol, dedim qoplonga quruq, yillar davomida gapirilmagani uchun xirillab chiqadigan ovozimda. Lekin u menga quloq solmadi. U eshikni tirnab tashqariga intilardi. Qiziq deb pichirladim men va eshikni ochdim. Oqshom cho'kkan, o'rmon qop-qora zulumotga aylangandi. Yomg'ir aralash sovuq shamol yuzga qamchidek urilardi. Men fonusimni yoqdim. Qoplon uydan o'qdek otilib chiqib, qalin qamishzor va chuqurliklar tomonga qarab yugurib ketdi. Men miltiqni o'qlab uning ortidan ergashdim. Oyoqlarim loyga botar, lekin men sharpadek sassiz qadam tashlardim. Qariyb 1 kilometr yurgach, qoplon yiqilib tushgan ulkan eman daraxtining yonida to'xtadi. U hurmasdi, faqatgina yerdagi qandaydir narsani xavotir bilan iskab aylanardi. Men fonus nurini o'sha tomonga qaratdim. Va 15 yil davomida toshga aylanib, qotib qolgan yuragim to'satdan qinidan chiqqudek bo'lib, dahshatli tezlikda urib ketdi. Yiqilgan daraxt panasida sovuq loy va to'kilgan muzdek barglar ustida inson yotardi. Yo'q, bu adashib qolgan ovchi yoki o'rmonchi emasdi. U ayol kishi edi. Mening ko'zlarim kosasidan chiqib ketayozdi. Bu yovvoyi hududda 20 yildan beri odam bolasi yashamagan. Ayol kishini esa tasavvur ham qilib bo'lmasdi.
Eng yaqin qishloq bu yerdan 100 chaqirim narida, botqoqliklar va tog'lar ortida joylashgan. Bu ayol bu do'zaxda qayerdan paydo bo'ldi? Osmondan tushdimi? Men yugurib borib, ayolning tepasida tiz cho'kdim. Fonus nurini uning yuziga tutdim. Manzara ham dahshatli, ham g'alati edi. Ayol 25-28 yoshlarda bo'lib, juda go'zal, ammo yuzlari qattiq sovuqdan ko'karib, o'likdek oqarib ketgandi. Uning uzun, qop-qora sochlari qonga va loyga qorishgan, peshonasida katta chuqur jarohat bor edi. Lekin meni eng ko'p hayratga solgani uning kiyimi edi. U o'rmonga xos qalin kiyimda emas, balki juda qimmatbaho, yubqa va oq ipakdan tikilgan zamonaviy oqshom ko'ylagida edi. U xuddi qandaydir katta bayramdan yoki ziyofatdan to'g'ri o'limga qochib kelgandek ko'rinardi. Ko'ylagining etaklari yirtilib, butalarga ilinib titilib ketgandi. Uning bir oyog'ida qimmatbaho tufli, ikkinchisi esa yalangoyoq, qonga belangan edi. U bu yerga qanday kelib qoldi? Mening miyamda minglab savollar aylanardi. Men qaltiragan qo'llarim bilan 15 yil ichida birinchi marta begona ayolga teginayotgan edim. Uning bo'ynidagi tomirni ushlab ko'rdim. Urishi o'ta zaif. Uning terisi xuddi muz parchasidek sovuq edi. U qattiq sovuq qotishning eng so'nggi bosqichida edi. Agar u yana 10 daqiqa shu loyda yotsa, aniq o'lardi. O'rmonda qonun shafqatsiz, zaiflar o'ladi. Men bu qonunni yaxshi bilardim. Lekin hozir mening ichimda qachonlardir o'lib ketgan insoniylik, himoyachi erkak instinkti vulqondek uyg'onib ketdi. "Chida qizim, chida", deb xirilladim men. Miltiqni yelkamga osdim va ayolni yerdan dast ko'tarib oldim. U shunchalik yengil, shunchalik nimjon ediki, uning boshi mening qalin mo'ynali ko'kragimga tushdi. 15 yillik qora sukunatdan so'ng ayol kishining nozik ifori, qimmatbaho atir, loy va qon isi aralashib burnimga urilganda, xotiramdagi unutilgan erkaklik tuyg'ulari yashindek chaqnab ketdi. Lekin xayol surishga vaqt yo'q edi. Osmonni qora bulutlar qoplab, qalin qor uchqunlari yuzga urila boshladi. Haqiqiy qish bo'roni boshlangan edi. Men qorong'i o'rmon ichida, qo'limda behush ayol bilan kulbam tomon yugurdim. Yuragim tez urar, qadamlarim esa aniq va shiddatli edi. Bo'ron bizni yutib yuborishga harakat qilar, lekin men bu tabiat bilan kurashishga o'rganib ketgandim. Kulbaga yetib kelgach, eshikni tepib ochdim. Ayolni to'g'ri pechka yonidagi issiq bo'ri terisi to'shalgan karavotimga yotqizdim. Xona issiq edi, lekin ayolning tishlari bir-biriga urilib, butun tanasi qattiq dildirlardi. Muzlab qolgan kiyimini yechishim kerak. Bo'lmasa o'pkasi shamollab ertalabgacha o'ladi, deb o'yladim men. Bu holatda qandaydir andisha, axloq yoki uyat haqida o'ylash g'irt ahmoqlik edi. Bu omon qolish va o'lim o'rtasidagi chegara edi. Men pichog'imni olib, uning loyga botgan, yirtilib ketgan ipak ko'ylagini kesib olib tashladim. Men bu ishni butunlay sovuqqonlik bilan, xuddi shifokordek bajardim. Hech qanday ehtiros, hech qanday yomon nazarsiz. Men uning muzdek oppoq tanasini qalin bo'ri va qo'y terilariga o'rab tashladim. Pechkaga ko'proq o'tin qalab, olovni kuchaytirdim. Qozonchada o'rmon giyohlaridan issiq choy qaynatar ekanman, uning yuziga uzoq tikilib qoldim. U juda chiroyli, aslzodalarga xos yuz tuzilishiga ega edi. Men uning qo'llariga e'tibor qaratdim. Uning barmoqlarida qadoq yo'q edi. Tirnoqlarida o'chib ketgan bo'lsa-da, qimmatbaho manikyur izlari ko'rinib turardi. U qishloqning mehnatkash ayoli emas. U katta shahar, katta pullar olamidan kelgan malika edi. Nega u bu yerda? Nega u bunday dabdabali kiyimda adashib yuribdi? Kimdan qochgan? Men dokani issiq suvga botirib, uning peshonasidagi qotib qolgan qon va loylarni ehtiyotkorlik bilan artib oldim. Sekinasta xonaning harorati va terilar uning qonini isitib, yuziga biroz qizillik yugurtirdi. Nafas olishi maromiga tushdi. Men 20 yil davomida faqat o'z aksimni va yovvoyi hayvonlarni ko'rgan odam. Hozir o'zimni xuddi osmondan tushgan farishtani qutqarib qolgandek his qilardim. Kechasi soat 3lar atrofida tashqarida bo'ron kulbaning tomini uchirib yuborgudek uvillayotgan bir paytda ayol kutilmaganda harakatga keldi. Uning boshi u yoqdan bu yoqqa silkinib dildirlay boshladi.
U dahshatli tush ko'rayotgan edi. U tushida kim bilandir kurashar, og'zidan uzuq-yuluq so'zlar tushardi. Men yaqinroq kelib quloq tutdim. 15 yildan beri eshitgan ilk insoniy so'zlarim. Yo'q. Iltimos, unday qilmang. Pulni olasizlar. Yo'q. Ayol shu so'zlarni aytib, qo'rqinchli chinqiriq bilan cho'chib uyg'onib ketdi. U ko'zlarini lang ochdi. Olifning qizg'ish nurida u atrofni o'zining hayvon terilariga o'ralganini ko'rdi. Keyin esa uning tepasida soqoli o'sib ketgan, yuzlarida chandiqlari bor, yovvoyi ayiqqa o'xshagan ulkan erkakni meni ko'rdi. Uning ko'zlari dahshatdan kosasidan chiqib ketayozdi. U o'zini qandaydir yovvoyi qabilaning yoki qotilning qo'liga tushib qoldim deb o'yladi shekilli. O'zini orqaga otdi va quloqni kar qilgudek qattiq chinqirdi. Yaqinlashma. Tegma menga, hayvon, deb baqirdi u va polda turgan katta yog'och kosani yuzimga qarab bor kuchi bilan otib yubordi. Kosaning qattiq zarbasi mening peshonamga tegib, qoshim yorildi. Qalin soqolim tomonga issiq qon sizib chiqa boshladi. Ammo men joyimdan jilmadim. Asabiylashmadim ham. Men shunchaki unga sokin, sovuqqonlik bilan qarab, past, xirillagan ovozda dedim, baqirma. Bu yerda mendan boshqa eshitadigan hech kim yo'q. Qochadigan joying ham yo'q. Tashqarida o'lim bor. Ayolning nafas olishi tezlashdi. U hiqillab yig'lay boshladi. U qayerdaligini, nimalar bo'layotganini umuman tushunmasdi. Men esa uning baqirig'idan bitta dahshatli haqiqatni tushunib yetdim. Bu ayol shunchaki o'rmonda adashib qolmagan. Uni o'ldirish uchun shafqatsiz qotillar quvib kelgan. Va agar u qotillar tirik bo'lsa, demak ertami kechmi ular mening 15 yillik sokin, yashirin makonimga, mening hududimga qurol ko'tarib bostirib kelishadi. O'rmonga allaqachon inson qonining isi kelib ulgurgan edi. Yog'och kosa yerga dumalab tushdi. Burchakda yotgan ulkan itim qoplon menga qilingan hujumni ko'rib, tishlarini irjaytirgancha o'rnidan sapchib turdi va ayolga qarab yovvoyilarcha irilladi. Ayol dahshatdan devorga yopishib qoldi. Lekin men yuzimdagi qonni artib, itga qarab bitta qisqa, ammo qat'iy buyruq berdim. Joyingga, qoplon. It darhol irillashdan to'xtadi va itoatkorlik bilan joyiga cho'zildi. Ayol bu manzarani ko'rib hayratda qoldi. Bu bahaybat soqolli yovvoyi odamning bitta so'zi quturgan maxluqni to'xtatgan edi. Men poldan kosani oldim, unga qozonchadan issiq choy quydim va ayolga uzatdim. Qonimni to'kding, dedim men sokin ohangda. Lekin men senga tegmayman. Ichib isinib ol. Men yomon odam bo'lganimda seni o'sha muzlagan loyning ustida qoldirgan bo'lardim. Ayol qaltirayotgan qo'llari bilan kosani oldi. Issiq choydan ho'plab menga diqqat bilan tikildi. U mening yuzimdagi ajinlarni, qadoq qo'llarimni ko'rdi. Ammo eng asosiysi, u mening ko'zlarimga qaradi. Mening ko'zlarimda na yovuzlik, na shahvat bor edi. U yerda faqatgina cheksiz, sovuq bir sukunat bor edi. Bu shunday sukunat ediki, uni faqat dunyoni unutgan, hamma narsasidan ayrilgan odamda ko'rish mumkin. Men qayerdaman, deb so'radi u titrab. Ular meni shu yergacha quvib kelishdi. Ular meni o'ldirishmoqchi edi. Mening asablarim taranglashdi. Qotillar. Demak, mening ostonamga xavf yaqinlashibdi. Men stulga o'tirib, unga qat'iy ohangda savol berdim. Isming nima? Nima ish qilib qo'ygansanki, kechasi qimmatbaho ko'ylakda qotillardan qochib yuribsan? Kimning dumini bosding? Ayol chuqur xo'rsindi. U menga ishonishdan boshqa chorasi yo'qligini tushungan edi. Uning hayoti hozir faqat mening rahm-shafqatimga bog'liq edi. Ismim Sevara, deb so'z boshladi u ko'z yoshlarini artib. Men poytaxtdagi eng yirik farmatsevtika kompaniyasining bosh moliya direktoriman. 3 kun oldin men kompaniyamizdagi yirik korrupsiya, soxta va zaharli dorilarni bozorga chiqarish bo'yicha maxfiy hujjatlarni topib oldim. Bu mudhish jinoyatning tepasida kompaniya direktorining o'zi, juda qudratli va shafqatsiz odam turgan ekan. Sevaraning nafasi qisilib yutindi. U mening hujjatlarni topganimni bilib qoldi. Kecha tunda men bu hujjatlar yozilgan kichkina fleshkani olib, politsiyaga borish uchun qochdim.
Ammo ular meni yo'lda pistirmaga tushirishdi. Ikkita qora jip mashinamni tog' yo'lidan siqib kelib, jarlikka ag'darib yubordi. Mashinam pachoq bo'ldi, lekin men mo'jiza tufayli tirik qoldim. Orqamdan qurolli odamlar tushib kelayotganini ko'rib, men qorong'i o'rmon ichiga qochdim. O'lib qolsam ham ularga tushishni istamadim. Hujjatlar hamon menda. U shunday deb bo'yniga zanjir bilan osilgan kichik, kumushrang fleshkani ko'rsatdi. Men bu shaharliklarga xos iflosliklar, pullar, jinoyatlar va korrupsiyalar haqidagi gaplarni eshitib, yuzimni burishtirdim. Men aynan shu iflos, qonga to'lgan shahardan qochib o'rmonga kelgan edim-ku. Endi bu shahar o'zining balosini mening uyimga ergashtirib kelgandi. Sening pullaring ham, qog'ozlaring ham bu o'rmonda bir tiyin, dedim men o'ta sovuq ohangda. Bu yerda sizlarning qonuningiz o'tmaydi. Bu yerda kimning tishi o'tkir bo'lsa, o'sha tirik qoladi. Sening qotillaring qorong'ida adashib, bo'rilarga yem bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Yoki ertaga ertalab bizni qidirib kelishadi. Men ertaga izingni tekshirib kelaman. Agar yo'l toza bo'lsa, seni katta trassagacha kuzatib qo'yaman. U yog'iga o'zing bilasan. Mening uyim politsiya uchastkasi emas. Men shunday deb xonaning narigi burchagiga borib yotdim. Orqamni o'girib, yuzimni devorga burdim. Sevara indamay qoldi. U mening yovvoyiligimdan qo'rqardi, lekin negadir o'zini juda xavfsiz his qilayotgandi. U shaharda qimmatbaho kostyum kiygan, faqat ko'z o'ynatadigan erkaklarni ko'rgan bo'lsa, men unga faqat inson sifatida yordam berayotgan edim. O'sha tun juda uzun va xavotirli o'tdi. Bo'ronning ovozi Sevaraga qotillarning qadam tovushlaridek tuyulardi. Ertalab tong otdi. Bo'ron tingan, o'rmonni tizzadan keladigan oppoq, toza qor qoplagan edi. Havo quyoshli, lekin juda izg'irin edi. Men barvaqt uyg'onib pechkaga o'tin soldim. Sevara ham uyg'onib qo'rquv aralash menga qaradi. U hanuz hayvon terilariga o'ranib turardi. Men eski yog'och sandig'imni ochdim. U yerdan o'zimning eski, lekin yuvilgan va qalin paxtali shimimni, qalin sviter va bitta yungli etigimni olib uning oldiga tashladim. Kiyinib ol, dedim men tashqariga chiqib ketarkanman. Men izingni tekshirib kelaman. Bo'ron hamma izlarni yopib yuborgan bo'lishi kerak. Uydan bir qadam ham chiqma. Eshikni ichkaridan qulflab ol. Agar men kechgacha qaytmasam. Sandiqning tagida xarita va kompas bor. Katta yo'lga qanday chiqish ko'rsatilgan. Uni o'zing topib olasan. Sevaraning yuragi shuv etib ketdi. Mening agar qaytmasam degan gapim tashqarida o'lim xavfi naqadar jiddiy ekanini ko'rsatardi. Ehtiyot bo'ling, iltimos, deb pichirladi u. Men indamay qoplonni ergashtirib tashqariga chiqdim. Eshik yopilishi bilan u zulfunni tushirdi. Men itimning ortidan oppoq qor bilan qoplangan jimjit va sokin daraxtzor bo'ylab yugurib borardim. Men bu o'rmonning har bir burchagini, har bir qiya tepaligini yoddan bilardim. Bo'ron haqiqatan ham Sevaraning barcha izlarini yopib, tekislab yuborgan edi. Lekin men inson ko'ziga emas, qoplonning hid bilish qobiliyatiga ishonardim. It qorni iskab Sevara kelgan jarlik tomonga qarab yugura boshladi. Biz tepalikka ko'tarildik. U yerdan tog' yo'li va uzoqdagi jarlik ko'rinib turardi. Va men o'sha yerda qor ustida qip-qizil qon izlarini va bir nechta erkakning og'ir etiklari qoldirgan chuqur izlarni ko'rdim. Ular o'lmagan edi. Ular omon qolgan va Sevaraning iziga tushgan edi. Qotillar biz tomonga, mening kulbam tomonga bostirib kelishayotgan edi. Men miltig'imni o'qladim. Bu endi faqat Sevaraning jangi emasdi. Ular mening hududimga qadam bosishgan edi. Va o'rmon qoidasiga ko'ra, bu yerda faqat bitta qonun bor, yo sen o'ldirasan, yoki seni o'ldirishadi. Azizlarim, bu yovvoyi va qonli hikoyaning davomi, o'rmon ichidagi shafqatsiz jang va 15 yillik sukunatni parchalagan kutilmagan muhabbat tugunlari haqida keyingi qismda bilib olasiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu olovli kurashda kim g'olib bo'ladi? Ayolning taqdiri nima bilan tugaydi? Barchasi keyingi sonda. Siz bilan Farrosh hikoyalari kanali. O'zingizni asrang.
Assalomu alaykum, Farrosh hikoyalari kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga qalbimning eng yashirin, eng qorong'u eshigini ochmoqchiman. Aytingchi, siz hech o'z vujudingizdan, o'z ayolligingizdan nafratlanib yashaganmisiz? Qachondir kimningdir issiq quchog'iga kirishni orzu qilish tugul, umuman erkak zotidan jirkangan paytingiz bo'lganmi? Men 20 yil davomida o'zimni o'lik deb hisoblaganman. Go'sht va suyakdan iborat hissiz bir robot edim. Toki musofir yurtning qahraton sovuqlarida bir begona erkakning qaynoq lablari va baquvvat qo'llari muzlab yotgan vujudimni kuydirib, meni tiriklayin yondirib yubormagunicha. Qoralashga shoshilmang. Men sizga do'zaxdan qanday qilib o'z gunohkor jannatimga qochganimni aytib beraman. Ismim Shahnoza. Hozir 31 yoshdaman. Odamlarga qarasam, bu yoshda ayollar endigina ochilgan guldek yashnaydi. Men esa 31 yoshimda 3 ta umrning azobini tortib bo'ldim. Hammasi 16 yoshimda boshlandi. Ota-onam o'zlaricha qiz bolaning baxti uning ertaroq egasini topishida degan ahmoqona qoidaga amal qilib, meni o'zimdan 10 yosh katta bo'lgan, ko'zlari sovuq bir odamga uzatishdi. Men hali bolaligim bilan xayrlashishga ulgurmagan, qo'g'irchoq o'ynaydigan qizaloq edim. Turmush o'rtog'im yo'q, uni deb atashga tilim aylanmaydi. U uydagi eng katta farzand edi. Toshkentga kirakashlik qilgani ketar, oyda bir marta xuddi yovvoyi maxluqdek uyga bostirib kelardi. Men bir haftalik kelin bo'la turib, katta hovlida zanjirband qilingan qulga aylandim. Tongotar-tongotmas sigir sog'ish, xamir qorish, qaynona degan ajdahoning o'qlovdek tillarini eshitish. Bu mening kundalik ishim edi. Lekin mehnat odamni o'ldirmaydi. Odamni xo'rlik o'ldiradi. Erim ishdan kelgan tunlar. U tunlar men uchun haqiqiy jazo edi. U xonaga kirishi bilan ter va tamaki isiga qorishgan sovuq nafasi yuzimga urilardi. U menga ayol sifatida emas, shunchaki o'z ehtiyojini qondiradigan bir matoh sifatida qarardi. Zarracha mehr, zarracha erkalash yo'q. Faqat qo'pollik, kaltak va so'kishlar. Go'yoki men uning shaxsiy asirasi edim. Qochib ketdim. Jonimdan to'yib ota uyimga yig'lab bordim. Ota, meni o'ldirib yuboring, lekin u yerga qaytarmang deb oyoqlariga yiqildim. Lekin ota-onam va qaynonam birlashib meni yana o'sha do'zaxga sudrab olib borishdi. El-yurt nima deydi? Qiz bolaning chiqqan joyidan o'ligi kelsin deyishdi. Meni tiriklayin ko'mishdi. Chidolmadim. Men shunday ojiz va tushkun ahvolda edimki, maktabda orqamdan yugurib yurgan, ko'zlarida sof sevgi bor bo'lgan bir sinfdosh yigitimni eslab, qog'ozga dardimni to'kdim. Men juda baxtsizman, meni qutqar degan mazmunda xat yozdim. Bu xatni jo'natish niyatim yo'q edi. Shunchaki ichimdagini qog'ozga yozib yengillashmoqchi edim. Lekin qaynog'am u xatni topib oldi va erimning qo'liga tutqazdi. O'sha tunda bo'lgan voqea hali ham tushlarimga kiradi. Erim meni ayamasdan xuddi hayvonni urishgandek do'pposladi. Qonimga belanib, yuz-ko'zim tanib bo'lmas holga kelgunicha urdi. Xiyonatkor fohisha deb baqirdi u. Va meni yarim tunda ota-onamning darvozasiga olib borib itqitib ketdi. Men 17 yoshimda. Murg'ak hech narsani ko'rmagan 17 yoshimda beva va buzuq degan la'nat tamg'asini oldim. Sharmandalikdan qochib dadam meni Toshkentga olib keldi. 4 yil o'tdi. 22 yoshga to'lganimda ota-onam yana meni erga berish taraddudiga tushdi. Qari qiz bo'lib qolasan, endi seni kim oladi degan gaplar yuragimni teshib yuborardi. Oxiri farzandsizligi sabab birinchi xotinidan ajrashgan, o'zimdan ancha katta qarindoshimizga majburlab nikohlab berishdi. Yangi oilam unchalik katta emasdi. Lekin bu safar o'zimga so'z berdim, nima bo'lsa ham chidayman. Balki bu odam qadrimga yetar deb o'yladim. 6 oydan keyin homilador bo'ldim. O'g'il ko'rdim. Butun oila meni boshida ko'tarib yurdi. Xuddi endi hammasi yaxshi bo'ladigandek tuyulgandi. Lekin baxt men uchun emas ekan. O'g'lim 3 yoshga to'lganda erim ishdan haydaldi. Va eng dahshatlisi, u o'ziga boshqa ish qidirishni ham xohlamadi. U divanga yopishdi.
Kun bo'yi televizor ko'rar, choyini oldiga olib kelishimni kutar, uydan bir qadam ham chiqmasdi. Ro'zg'orning og'ir aravasi yana mening qon qaqshagan yelkalarimga tushdi. Jon hovuchlab, qars-qavola qilib bozorga chiqdim. Qo'qondan mol qatnay boshladim. Qishning qahratoni, yozning jiziramasida qop-qop yuklarni o'zim orqalab tashidim. Savdom yurishdi. Yangi bozordan joy oldim. Qo'limga pul tusha boshladi. Lekin ayol kishi haddan tashqari ko'p narsani bo'yniga olsa, sinishi ham tez bo'larkan. Ko'proq foyda qilish ilinjida noqonuniy mol o'tkazishga aralashdim. Va bir kunda, bitta tunda bor budimdan ayrildim. Kasod bo'ldim. Qarzga botdim. Qarz beruvchilar eshigimni tepib kela boshladi. Erim esa burchakda qisib o'tirar, "O'zing boshladingmi, o'zing to'la" deb mendan yuz o'girgandi. Uning nafaqat erkakligi, balki insonligi ham o'lgandi. Menda boshqa yo'l qolmadi. 4 yoshli jigarbandimni, o'g'limni onamning qo'liga tutqazdim-u, yig'lab-yig'lab Rossiyaga, tog'amning oldiga ishga jo'nadim. Men endi ayol emas, shunchaki qarz to'laydigan mashina edim. Rossiya. Qahraton sovuq. Muzlagan zavod devorlari orasida kuniga 14 soatlab ishlar edim. Qo'llarim sovuqdan qavarib, qonab ketardi. Kechalari mitti xonada yolg'iz yig'lab chiqardim. Erim. U yaramas erim menga faqat pul so'rab telefon qilardi. "Malika, pul jo'natdingmi? Akamning to'yiga qarz qilishim kerak" derdi. Zarracha bo'lsa ham, "Qandaysan? Charchamadingmi?" demasdi. 1 yilda qarzimni yarmini to'ladim. 2-chi yili umuman qutuldim. 3-chi yili o'g'limning 7 yoshlik to'yiga yetadigan pul yig'dim. Va o'shanda unga aytdim, "Bo'ldi. Men charchadim. Men ajrashaman." U nima dedi deng? Mayli, ketaver. Uning uchun men shunchaki bankomat edim. Meni butunlay qadrim yo'q edi. Va ana shunday, butunlay umidsiz, qalbida zarracha ham muhabbat qolmagan, hayotdan to'ygan bir paytimda o'sha voqea yuz berdi. O'sha mudhish, ammo hayotimni ost-ust qilib yuborgan mo'jiza. Qishki oqshom edi. Zavoddan kech chiqdim. Qor bo'ron bo'layotgandi. Avtobus bekatida qaltirab sumkamni yerdan ko'tarishga holim qolmay turardim. To'satdan orqamdan kimdir kelib qo'limdagi og'ir sumkani tortib oldi. Cho'chib o'girildim. Bo'ylari baland, ekniga qora qalin palto kiygan, ko'zlari shunday o'tkir va qop-qora bir yigit qarshimda turardi. "Yordam berib yuboraman", dedi u o'zbekcha qilib. Uning ovozi shunday qalin, shunday yoqimli ediki, butun badanim jimirlab ketdi. "Rahmat. O'zim", dedim duduqlanib. U menga shunday bir qaradiki, ishoning 15 yil ichida hech bir erkak menga bunday qaramagandi. Uning nigohida yechinish, hirs emas, himoya, hayrat va erkakcha bir g'urur bor edi. "Mening ismim Sanjar", dedi u ko'zlarimning eng tubiga tikilib. "Sizdek nozik ayol bu qahratonda bunday og'ir yuk ko'tarishi jinoyat-ku." Shu kundan boshlab Sanjar mening hayotimga bostirib kirdi. U har kuni zavoddan chiqishimni kutar, meni issiq mashinasida yotoqxonamgacha eltib qo'yardi. Men uni o'zimdan uzoqlashtirishga urindim. "Mening bolam bor, men oila ko'rgan, yuzi shud ayolman", deb yig'lardim. U esa jimgina eshitar, o'zining baquvvat barmoqlari bilan ko'z yoshlarimni artardi. "Sen shunchaki qadringni bilmagan ko'rko'rfazlar qo'lida bo'lgansan. Sen dunyodagi eng chiroyli, eng ehtirosli ayolsan", derdi u shivirlab. Bir kuni dekabrning eng sovuq tunlaridan birida yotoqxonada yolg'iz edim. Chiroqlar o'chib qolgan, xona muzdek edi. Eshik taqilladi. Sanjar edi. Uning qo'lida issiq qahva va qandaydir shirinliklar. U xonaga kirdi. Qorong'ida faqat ko'cha chirog'ining yorug'ida uning ko'zlari yonib turardi. U qo'limdagi qahvani sekin chetga olib qo'ydi-da, menga yaqinlashdi. Nafasim ichimga tushib ketdi. Yillar davomida kaltak yeb, sovuq gaplar eshitib muzlab qolgan vujudim uning birgina qarashidan olov bo'lib yonishni boshlagandi. "Sanjar, kerak emas", dedim qaltirab orqaga tisarilib. U hech narsa demadi.
Uning katta, qaynoq kaftlari yuzimni hovuchladi. Uning barmoqlari shunday ehtiyotkor, shunday mayin ediki, go'yoki men yer yuzidagi eng noyob boylik edim. Seni boshqa bu azobda qoldirmayman, deya u pichirladi va sekin egilib lablarimdan o'pdi. Xudoyim, bu o'pich emas, bu butun vujudimni, butun charchoqlarimni, o'tgan yillardagi xo'rliklarimni kuydirib yuboradigan do'zax olovi edi. Men aqlimni yo'qotdim. Men barcha qarshiliklarni unutdim. Men uning bo'yniga osildim va ho'ngrab yig'lab yubordim. O'sha tunda u menga ayol nima ekanligini, muhabbat nima ekanligini, qanday qilib 7-chi osmonga uchish mumkinligini ko'rsatdi. Erimning qo'pol, jirkanch yotoqlaridan so'ng Sanjarning har bir silashi, har bir ehtirosli so'zi meni qaytadan kashf qilardi. Men uning ostida aql-hushimni yo'qotib, umrimda his qilmagan lazzatdan titrardim. Men nihoyat o'zimning tirik ekanligimni bildim. Men Sanjar bilan butunlay o'zgarib ketdim. U mening yirtiq, parchalanib ketgan ruhimni o'zining issiq muhabbati bilan yamab tashladi. Yurtga qaytdim. O'sha bekorchi, mendan faqat pul sog'adigan erim bilan yuz ko'rmas bo'lib ajrashdim. Bolamni o'z bag'rimga oldim. Sanjar orqamdan O'zbekistonga yetib keldi. U ota-onamning oldiga kelib, erkakchasiga gaplashdi. U meni va o'g'limni o'z himoyasiga oldi. Hozir men baxtliman. Men 31 yoshimda hayotning eng shirin va eng go'zal ta'mini tatyapman. Men endi qo'rquvda yashamayman. Kechalari uning baquvvat quchog'ida yotganimda men tushunib yetaman, ba'zan chinakam baxtni topish uchun hayotingdagi barcha iflosliklardan kechish, eng chuqur jarlikka qulash kerak bo'larkan. Agar hozir shu so'zlarimni eshitayotgan, eridan sovuq muomala ko'rib, o'zini hech kimga kerakmas his qilib yashayotgan ayollar bo'lsa, sizlarga bir gapim bor, o'zingizni asrang. Siz qul emassiz. Siz pul topadigan mashina emassiz. Siz ayolsiz. Va qachondir, albatta qachondir sizning ham muzlagan qalbingizni qizdirib, sizni 7-chi osmonga olib chiqadigan o'sha haqiqiy erkak hayotingizga kirib keladi. Bunga faqat ishonish va o'z qadringizni bilish kerak. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Farrosh hikoyalari kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Bugun sizlarga yuraklarni larzaga soladigan ehtiros va romantikaga to'la bir hikoya aytib beraman. Bu gapni hech kimga ayta olmayman. Hattoki eng yaqin sirdoshimga ham oshkor qilishga qo'rqaman. Chunki aytadigan gapim shunchalik og'ir, shunchalik aqlga sig'maydiki, uni tilimga olishdan ham uyalaman. Ammo yurak degani, u bo'shliqni yomon ko'radi. Kimnidir sevib qolsa, aqlga ham, mantiqqa ham bo'ysunmay qo'yarkan. Mening ismim Zuhra. 45 yoshdaman. O'rta yoshdan oshgan, hayotning past-balandini ko'rgan ayolman. Erimdan ajrashganimga ancha bo'ldi. Yolg'iz qizim Dilnozani deyarli o'zim katta qildim. Unga bor mehrimni berdim. Uni oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazdim. Mening hayotimdagi yagona quvonchim, yagona ma'no ham shu qizim edi. Uni yaxshi joyga uzatish mening eng katta orzum edi. Va bu orzuim ushaldi ham. Dilnozam o'zi sevgan, aqlli, kelishgan bir yigit Timurga turmushga chiqdi. Timur, kuyovim. Uni birinchi ko'rganimdayoq qizim uchun quvongandim. O'qimishli, madaniyatli, qizimga mehribon. Har qanday ona orzu qiladigan kuyov. Dastlabki paytlarda men uchun u faqat qizimning baxti, mening kuyovim edi. Men ularning hayotiga aralashmaslikka, faqat kerak bo'lganda maslahat berib turadigan oqila qaynonalardan bo'lishga harakat qilardim. Ammo vaqt o'tgani sari o'zim ham bilmagan holda unga boshqacha qaray boshladim. Ular to'ydan keyin vaqtincha biznikida yashab turishdi. Timur dasturchi bo'lib ishlardi, ko'pincha uyda, kompyuter qarshisida o'tirardi. Qizim esa erta tongdan ishga ketardi. Uyda ko'pincha men va Timur yolg'iz qolardik. Dastlabki paytlarda bu menga noqulay tuyulardi. Ammo asta-sekin bizning suhbatlarimiz ko'paydi. U men bilan har xil mavzularda gaplashardi. Kitoblar, filmlar, hatto mening yoshligim haqida ham so'rardi.
Uning qiziqishlari samimiy edi. Zuhra opa, siz juda aqlli ayolsiz. Dilnoza sizga o'xshagani uchun ham uni sevib qolganman, derdi u ba'zan menga tikilib. Uning nigohlarida qaynonaga bo'lgan hurmatdan boshqa narsa borligini seza boshladim. Unda yosh yigitning yetuk, ammo hali ham jozibali ayolga bo'lgan qiziqishi bor edi. Bu qarashlar ostida men hijolatdan qizarib ketardim, ammo yuragim allaqanday shirin titroqni his qilardi. Axir men ham ayolman. Yillar davomida unut bo'lgan ayollik hislarim uyg'onayotgandek edi. Men bu tuyg'udan qo'rqdim. O'zimni koyidim. Bu mumkin emas. U sening kuyoving. Ammo yurak buyruqqa bo'ysunmasdi. Bir kuni hovlida ikkovimiz yolg'iz qoldik. U menga yordamlashib og'ir chelakni ko'tarib qo'ydi. Qo'llarimiz bir-biriga tegib ketdi. O'sha lahzada butun tanamdan titroq o'tdi. U ham bir soniya qotib qoldi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlarida men o'qishga qo'rqqan bir ma'no bor edi. O'sha kundan keyin men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Har safar u kelganda yuragim tez ura boshlardi. O'zimni undan olib qochishga harakat qilardim, ammo beixtiyor yana unga qarab qo'yardim. Bir kuni qizim bir haftaga xizmat safariga ketdi. Uyda yana men va Timur yolg'iz qoldik. Kechqurun choy ichib o'tirganimizda suhbatimiz odatdagidan uzoqroq cho'zildi. U o'zining kelajakdagi rejalari haqida gapirdi. Men esa uning gaplariga berilib ketdim. Unga qaraganimda o'zimni yillar davomida unutgan yosh qizdek his qildim. Uning yoshligi, uning ishtiyoqi meni o'ziga tortardi. Suhbat orasida u to'satdan qo'limdan tutdi. Uning kaftlari olovdek issiq edi. Zuhra opa, dedi u pichirlab. Uning ovozi titrardi. Men sizga befarq emasman. Yuragim qafasdan chiqib ketgudek urardi. Men nima bo'lishini sezib turardim va men bundan qo'rqardim. Va ayni paytda butun vujudim bilan xohlardim. Timur, qo'ying. Bu gunoh, dedim men zo'rg'a. Gunoh nima o'zi, dedi u menga yaqinlashib. Uning nafasi yuzimni kuydirardi. Boshim aylanib ketdi. Yillar davomida muzlagan tanamga go'yo olov tegib eritib yuborgandek bo'ldi. Siz ona emas, avvalo ayolsiz, Zuhra opa. Go'zal ayolsiz. U yuzimni kaftlari orasiga oldi. Uning ko'zlari qorong'ulikda yonardi. Sizning bu go'zalligingizni faqat men ko'ryapmanmi? U lablarini labimga tekkizdi. Bu o'pich. Bu yillar davomida kutilgan, yashiringan ehtirosning, unut bo'lgan ayollikning portlashi edi. Mening butun vujudim erib ketdi. Mening qarshiligim, mening onalik burchim. Hammasi bir lahzada unut bo'ldi. Men bir og'iz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkizdi. Avval sekin, so'ng ehtirosliroq. Qo'llari yelkamdan pastga sirg'aldi, belimdan topib meni o'ziga mahkam tortdi. Tanam titrardi. Menga bunday yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga olov yoqardi. U meni asta o'z xonasiga boshlab kirdi. Bu mening qizim va kuyovim yotadigan joy edi. Ammo o'sha lahzada bu mening xayolimga ham kelmadi. Oramizda faqat yurak tovushlari va tashqaridagi tun sukunati eshitilardi. Ko'zlarimiz gapirardi. U meni karavotga o'tkazib, o'zi qarshimga tiz cho'kdi. U mening tungi ko'ylagimning iplarini asta yecha boshladi. Har bir teginishi bir ehtiros, bir qadam edi, noma'lumlikka, gunohga. Ammo men qo'rqmasdim. Uning nigohida shunday bir kuch bor ediki, men o'zimni unga to'liq ishondim. Kiyimlarimni butunlay yechdi. Mening 45 yoshli, ammo hali ham tarang tanam. Men uyatdan emas, lazzatdan qizarardim. Uning hayratga to'la nigohidan zavqlanardim. U ham kiyimlarini yecha boshladi. Uning yosh, baquvvat tanasi xira yorug'likda yanada jozibali ko'rinardi. U meni quchoqlab karavotga yotqizdi. Uning harakati tez emas, lekin chuqur edi. Lablari butun tanamni o'rganardi. Sekin ikkita tarvuz chamdan ezib, uchidan o'pa boshladi. Oh, mazza! Rosa yoqib ketaverdi. Men ham uni mahkam quchoqlab oldim.
Bizning vujudlarimiz bir-biridan lazzatlanardi. Uzoq bir-birimizni erkaladik. Uning har bir teginishi tanamning unut bo'lgan nuqtalarini qayta jonlantirardi. Yoshlik ehtirosi uning kuchi meni aqldan ozdirardi. Uning qattiq go'sht kaltagini sonlarim orasida his qildim. Sekin tika boshladi. Men rohatlanardim. Bu ham og'riq, ham yillar davomida kutilgan lazzatning, ayolligimning qayta uyg'onishining chinqirig'i edi. U meni tonggacha baqirtirdi, rosa rohatlandim. Ertalab bo'ldi. Quyosh chiqqandi. Ikkalamiz ham holdan toyib charchab yotardik. Men uyg'onganimda u allaqachon kiyinib olgandi. U menga qarab jilmaydi. "Kecha uchun rahmat", dedi u sekin. "Bu bizning sirimiz bo'ladi." U peshonamdan o'pib chiqib ketdi. O'sha kundan keyin men boshqa Zuhraga aylandim. Endi men shunchaki qaynonalik rolini o'ynamasdim. Men yashirin sirga ega bo'lgan, ehtirosli ayolga aylangandim. Qizim safardan qaytdi. U hech narsani sezmadi. Timur ham o'zini boshqacha tutadigan bo'ldi. Uning menga bo'lgan hurmati endi yashirin istak bilan qorishib ketgandi. Hayot davom etmoqda. Men hali ham o'sha uyda, o'sha sir bilan yashayapman. Qizim va kuyovim baxtli ko'rinadi. Men har kuni vijdon azobida yashayman. Ammo o'sha tunni ham hech qachon unutolmayman. Bu mening gunohim va mening uyg'onishim edi. Men bu vaziyatdan qanday chiqib ketishni bilmayman. Ammo bir narsani aniq bilaman. Ayol kishi yoshidan qat'i nazar, mehrga va ehtirosga muhtoj. Va ba'zan bu ehtiyoj uni eng qo'rqinchli yo'llarga ham boshlashi mumkin. Haqiqiy hayotim haligacha shunaqa. Assalomu alaykum dardli azizlarim. Farrosh hikoyalari kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Siz qachondir o'z hayotingizni tomoshabin kabi kuzatganmisiz? Go'yo bu tana sizniki emas. Go'yo bu azoblar umuman boshqa birovga berilgandek. Men buni har kuni his qilardim. Har on yashardim. Men Shahnozaman. 17 yoshimda orzularimni oq matoga o'rashdi. Navoiyning shamolli izg'irin kunlari edi. O'zimdan 12 yosh katta odamga berishdi. U uzoq yo'lga qatnaydigan haydovchi edi. To'y kuni uning ko'zlariga qaradim. U yerda mehr yo'q edi. Faqat sovuq qiziqish. Men ayol emasdim. Men shunchaki uyning yangi buyumi edim. Oilada hamma og'ir ish bo'ynimda edi. Qaynonamning qoshqovog'iga qarab yashardim. Erta tongda tandirga olov qalardim. Olov yuzimni kuydirardi. Ammo ichimdagi qahratonni isita olmasdi. Turmush o'rtog'im oylab safarda bo'lardi. Qaytganda esa quruq so'zlar, sovuq baqiriqlar. Nega kiyimim tayyor emas? Nega ovqat bemaza? Men cho'ri edim. Sadoqatli va tekin xizmatkor. Ichimdagi dardlarni faqat qog'ozga to'kardim. Hech kimga aytolmasdim. Eski bir daftarim bor edi. Unga o'zim xohlagan, kutgan hayotni yozardim. Meni yaxshi ko'radigan inson. Meni chin dildan eshitadigan odam. Bu mening yolg'iz yupanchim edi. Bir kuni qaynonam xonamni titkilabdi. O'sha daftarni topib olgan. O'g'liga ko'rsatgan. Kechasi eshik zarb bilan ochildi. Sochimdan tortib yerga sudrashdi. "Kim bu jazmaning?" deb baqirardi u. Men yozganlarim shunchaki armon ekanini aytolmadim. Hech kim meni eshitishni istamadi. Zarbning og'rig'idan hushimni yo'qotdim. Meni yarim tunda ota uyimga eltib tashlashdi. 18 yoshimda edim. Hayotim hali boshlanmasdan poyoniga yetdi. Ko'chaga chiqolmasdim. Odamlar barmoq o'qtalib pichirlashardi. "Yosh beva" deyishardi. Bu so'z yuragimni teshardi. Aybim faqat mehr istaganim edi. Yillar o'tdi. Men tirik murdaga aylandim. 23 yoshimda meni yana majburlashdi. Uydagi qari qizsan, o'tirasanmi deyishdi. Yangi oilam uzoq bir qishloqda edi. Erimning ismi Aziz.
Birinchi xotini bepush deb ajrashgan ekan. Avvaliga hammasi go'zal tuyuldi. U menga kulib qarardi. Kechalari qo'llarimdan tutardi. Uning barmoqlari issiq edi. Ko'zlarida o'zimni ko'rardim. Men erib ketardim. Tabiiy va nozik tuyg'ularni his qildim. Men nihoyat ayol ekanimni angladim. 1 yil o'tib qiz farzand ko'rdik. Ismini Rayhon qo'ydim. Men osmonlarda edim. Aziz qizimizni yaxshi ko'rardi. Ammo bu yolg'on tong ekan. Bu baxt uzoqqa cho'zilmadi. Aziz kutilmaganda ishdan ketdi. Uyda o'tirib qoldi. Dasturxonda non qolmadi. U esa faqat uxlar yoki televizor ko'rardi. Qizimning ochlikdan yig'lashi yuragimni teshardi. Men o'rnimdan turishga majbur edim. Qarz oldim. Kichik bozorga chiqdim.